Sizler böyle kroklarımızda ve bugün videomuzda sizlerle men har 19'da nechta hayvon ko'ramiz videosini olamiz do'stlar. Mana shu yerda hayvonlarni tuxumlarini sinab ko'ramiz. Qaysi birida necha martada o'ldiraman ekan do'stlar. Sizlar kanalimga o'tib obuna bo'lasiz. Bosinglar tezroq obunachi bo'lay. Shu sizlar kanalimga o'tib obuna va like'ni bosinglar do'stlar. Men esa videoni boshlayman do'stlar. Demek birinchi o'rinda betdan tushib olamiz ve kreativda olaman do'stlar. Chunki men borib kelsam ko'proq vaqt ketadi. Lekin shunga yarasha ishlar ham bor. Birinchi do'stlar demak shundan boshlaymiz. Nima bu? Paydo bo'lmayapti-ku. O'zim paydo qildim. Endi bularni o'ldirib ko'raman. Xolasam bu yerga tagiga farqi yo'q. Demak, juda ketdi shekilli, ketdi. Ben troqda otmasam bo'lmasini ko'rmaydi. Ikkita ketdi уже. Uchta ketdi. To'rtta ketdi. 5'te gitti. 6'da gitti. 7'de gitti. 8'de gitti. 9'da gitti. 10'da gitti. Evet, değil mi oldu? Demek bir yerde bir tanem demek ölüp endi bularni öldüreceğiz. Demek do'stlar, buni hammasini qilishga ulgurmayman. Shuning uchun kamroqni qilishga qaror qildim do'stlar. Hammasini qilgancha Gepard'kini ko'ramiz mayli. Gepard qani? Nechta? Ketdi bitta. Bittasi ketdi shekilli. Bittasi